Menga o'xshab ozmoqchi bo'lgan qizlarga maslahat etib ketmoqchiman. Ertalab emas, obedda turinglar. Shunda zavtrak qilmaysizlar, obed ujin qilib 2 mahal ovqatlanib tezroq ozasizlar. Hazillasholmay yana qilib yurmanglar. Meni shunaqa kunim o'tib bebaraka bo'lib ketyapti. Palarizlarga вообще aqlli bo'lib ketgan, darslarimni to'g'rilab oldim joy-joyiga. Sizlar bilan endi shu bir kunimni bo'lishaman bu videoda. Darsdan kelib obedchani qilib shpakulyovka ishlarini boshlab bordim. Qizlar, ishoninglar, mana shu vibe'ni hech qaysi bola his qila olmaydi. Sizlar ham mana shunaqa bemalol mazza qilib bo'yanasizlar. Do'konimizga shunaqa ko'ylaklarda yengilgina ekan, hilpillatib kiyib oldim. Bu yerda o'zimcha sizlarga burunchani maqtanib yondan video olib Sardorga borib sochimni qildirdim. Ahrorjon yangi mashina olib hech kim mensimay qo'ygan. O'shanga oldiga borib rosa yalindim. Iltimos, meni ham videolaringizga olib chiqing. Ensasini qotirib mensimasdan oxiri mayli dedi. Ahror fikricha o'zi вообще men hech kimman o'zi. U bo'lmaganda videolarim prosmotri umuman bo'lmasdi. Sizlar nima deysizlar shu fikrga? To'g'ri, Ahror yangi BMW olganidan xursandman. Lekin menimcha Ahrorga gender yarashadi, to'g'rimi? Bu ichi qoralik yo ko'ra olmaslikdan emas, rost aytyapman. Xullas uyga keldim, musorlar yig'ilib qolgan ekan, ularni tashab keldim. Qizdek bo'lib, mana shu domimizning tegidiga shunda keyin ko'chani ozgina peshkom aylanib, toza havoda uyga kirdim. Anchadan beri dam olmayapman. Chetga chiqish kerak. Unga nima kerak? Pul kerak. Shartta binoga kirdim-da, trade qilib pul ishlashni boshladim. Puldamas deydiganlar baloni 5 tasini yeb. Pul tushgandan keyin xursandligimga qaranglar. Aytgancha 2 martalab ujin qilib bo'lganman, lekin uni videoga olish esimdan chiqibdi. Bu videoni boshida rostdan aytibdi, bir mahal ovqatlanar ekan deb o'ylamaylar. Men ko'p ovqatlanaman, lekin hech ham semirmayman. Kechki uxlarimni ham qilib oldim. Bugun shu divanda yotadigan bo'ldim. Chunki spalniyada televizor yo'q, bu yoqda bor. Kinoyimni ko'rib, shu bilan mazza qilib uxladim.